Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Chilonzordan yaxshi lokatsiyadan kvartira qidirib yurgan obunachilarimiz uchun bugun 2 xonali juda ham zo'r lokatsiyadan bitta kvartira qilib qo'yganmiz. Atmosferani bitta ko'rib o'tinglar. Xo'p, kvartiramiz Chilonzor 8-kvartal shundoq Qatortol Perikroskani to'g'risidagi mana bu domda joylashgan hurmatli obunachilar. Kvartiramiz 2 xonali 2-etajda shundoq yashil zonani ko'rib o'zim lol bo'lib qoldim. Juda ham yaxshi lokatsiya, juda ham yaxshi kvartira. Agarda narx-navo sizlarga ma'qul kelsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Parkovka uchun joylari ham bor. Shunaqa joylarda yashash hammamizga nasib qilsin. Kvartiramiz sizlarga ma'qul kelsa, shundoq aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Kvartiramizni bitta ko'rib o'tinglar. Xo'p, hurmatli obunachilar, xonadonimizga ham kirib oldik. Kirishda bizani mana bunaqa koridorimizni kutib oladi. Kvartiramizning planirovkasi smeshanniy, sanuzel esa razdelniy joylashgan. Kiraverish eshigi. Xo'p, men sizga hozir kvartirani polniy ko'rsatib o'taman. To'g'riga kirib kelaverishda bizani mana bunaqa mehmonxona kutib oladi. Kvartiramizning remonti sredniy remontli holatida. Shundoq kirib bemalol yashab ketsanglar bo'ladi. 48 metr kvadratli 2-etajdagi mana bunaqa tayyor kvartiramizni bitta ko'rib o'tinglar. Zalimizda televizori bor, konditsioneri bor, 1,5 ga 3 balkoni ham bor. Shunda balkonga oshxona chiqazilgan. Oshxona o'rni detskiy komnata qilib qo'yilgan hurmatli obunachilar. Bu yerda bolajonlarimiz uchun spalniyalar qilib qo'yilgan, ko'chaga qaragan oynalari bilan birgalikda oynalarda reshotka ham bor hurmatli yurtdoshlarimiz. Kvartiramiz sredniy remontda. Balkonni bitta ko'rib o'tamiz. Shunda balkonga oshxona chiqazib qo'yilgan. Bu yerda холодильник, kuxonniy mebellar, oynasi, bu yerda gaz, vitichka, shunaqa mebellar qilib qo'yilgan hurmatli yurtdoshlarimiz. Endi sizlar bilan birgalikda spalniy qismini ko'rib o'tamiz. Kvartiramiz shu holatida sotiladi. Mebel texnikalar hamma narsasi qoladi. Bu yog'imizda shkofchamiz joylashgan. Duh spalniy ko'chaga qaragan oynasi bilan birgalikda. Yaxshi lokatsiyadan kvartira qidirayotgan obunachilarimiz uchun juda ham yaxshi variant. Chunki kvartiramizning lokatsiyasi juda ham yaxshi joyda joylashgan. Bu yog'imizda yuvinish xonasi. Yuvinish xonasi ham zakritiy oynalar bilan qilib qo'yilgan. Rakvinalari, bu yerda LG dan kir yuvish mashinalarigacha qilib qo'yilgan hurmatli obunachilar. Bu yog'imizda narsalarni qo'yib qo'yish uchun tipa kladovka qilib qo'yilgan. Ikkita tarafida ham bor. Bu yog'imizda esa hojatxona. Xo'p, hurmatli obunachilar, Chilonzor 8-kvartal Rayhon chorraha. Shunda Qatortol ko'chani Perikroskasi, shunda Perikroskani yonidagi kvartira, 2-etaj, yo'lli bo'yidan 2-liniya. Juda ham yaxshi narxda qo'yilyapti. Agar lokatsiyani biladiganlar bo'lsa, bemalol shu yerdan kvartirani olib yashashni sizga tavsiya berib o'taman. Hurmatli obunachilar, ushbu 48 metr kvadratli 2-etajdagi kvartiramizga $64,500 narx qo'yilgan. Savdosi bo'ladi, kelishtirib chiroyli narxda qilib beriladi. Faqatgina naqd pulga. Agarda ushbu kvartira narxi sizlarga ma'qul kelsa, bemalol bizga telefon qilishinglar mumkin. Chiroyli narxda qilib kelishtirib beramiz, xudo xohlasa. Agarda ma'qul kelgan bo'lsa, shunda video ustidagi 6414 telefon raqamlariga aloqaga chiqishinglar mumkin. Bilasizlar, Sulashop kanali faqatgina eng yaxshilarini va eng zo'rlarini tavsiya berib o'tadi hurmatli yurtdoshlarimiz. Hammaga rahmat, sog' va salomat bo'linglar. Layklarni bosib qo'yinglar.